etmektemen. Ne şansı ne kılansı ne könülden açmayıp darşasıdan üşüdüküm yoktur sanar kit muhtemel. Rostdan ketyapmiz o'rinzorga bitta duo bataqa beraylik endi. Yaxshi o'tiribsiz. Yo'q endi. Maza qilyapmiz-ku. Bilib boradigan joylar bor. Ya usul etildi keragi yo'q ekani bor. Doyla ishlayapman doyra. Ha vaqti. Bitta jup bo'lsa, bitta jup qilsangiz bo'ladi. Ovozini yo'q ketyapti. O'zim yaxshi ko'ryapman. Hozir ham aytdim, Faxrin aka eng muhabbat qo'shig'i. YouTube'ga ham qo'yganman. Ketizdan o'rinzorga peshkom chopib ketaman. Qarang, bitta ba'zan jup qilyapsiz. Vorizga shukr. Muzikani o'zingiz turibdi qanaqa muhabbatligini. Vorizga shukr. Muhabbat şerefsiz körsen muhabbat ağlamış bir uzarsan muhabbat Gahre dil azar sana Yaşayın. Muhabbat kalbimden dursan Müştaktırmen daima mihrin gelen her yürekke uçurgen muhrin gelen lol kalganmen ko'rsatgan sihring gelen muhabbat yoki sehr yarsan oylamagan yüreğimi oylatasan Oylamagan yüreğimi oylatasan oynamagan yüreğimi oynatasan yığlamagan dillarni yığlatasan muhabbat yoki jafo ko'rsan yo'l qo'yasan
solmading Leylo'ya hamon muhabbat yoki sen hukmdorsan. İsterdim men dillarni kuydirmasam, hicronlarga aslo yo'l qo'ydirmasam. Ja. Morgen geht's ganz. İsterdim men dillarni kuydirmasam, hicronlarga aslo yo'l qo'ydirmasam. Oshiqni ham jondan to'ydirmasam, muhabbat malhamim shifo ko'rsam, muhabbat mo'minga madad ko'rsam. Shu she'rni yozgan Po'lat Mo'minni ham joyi jannatda bo'lsin. Ustozimiz Faxrindek Umarov hofizimiz ham joyi jannatda bo'lsin. Alloh rahmatga olgan bo'lsin. 2006-yil domlariga borib, duolarni olib, qo'llarini o'pganim menga katta baxt, katta sharaf. 2006-yil uylariga borib, domlariga borib, duolarni olib, menga nima deydi, Anvarjon, shu eshidan chiqqaningizdan keyin kimni ko'rsangiz, men Faxriddin ustozni ko'rdim. Xalqimni duo qilaman. Men xalqim farzandimni etdilar. Meni ham duo qilib deb aytdilar deb aytganlar. Qarang, o'shani YouTube'da aytdim men. Shaqarda tug'ilganlar bular, bilasizmi? Ha, odam aytadi, onam Samarqand darvozalarku. O'shani hozir ezildi diyor to'yxonasini buyog'ani to'palarda shoskalar bo'lgan ekan. O'sha yerda tug'ilgan ekanlar. Keyin o'zi tegi Qibrayli Farzandga. Qibrayda tug'ilganlar. Mana bular Xo'ja o'g'il Sulton Xo'jagam dedi. Sulton Xo'jagam Xo'ja o'g'il deb yonlarida olib yurganlar. Oldida dori shalganlar. Bular bucha butun she'rlar konsertlarda nima konsert bo'lsa, maytun konsert yozardilar-da. Farzandga o'zlari bilan uyga chaqirib, yig'lab konsertlarni qo'shib olar ekanlar o'zlariga. Aytib berurlar-da. Voy, mana shular menda aytgan ekanman. Voy, mana shular. Bular yig'aldi-da. Farzandga qo'shiq aytish boshlagandan beri otlari Sulton Arxiv. Hali menda azizlar xalq eshitmagan shulalari bor. Sanduqda yig'ganlar-da. Xalq eshitmagan. Farzandga voy bu ashular qasha aytgan ekanman deb yig'lab eshitar ekanlar-da. Uyda repetitsiya qilib, xom qilib aytardilar-da. Xom qilib aytib. Ben ishtasini bilaman.